Hörmətlik studentlar, qeynadaqsın növbətdəki ötüldüğən dərsimiz toğrusida ötəylik. Kim qaysı mavzusida, qaysı sınıflarga dərs berdi? Birinci kimdən başlayımız? Zakirova sizdən başlayalım. Qaysı sınıfqa bersiz? Dərsinin qaysı pəndən, qaysı mavzu? Siz sözləb ötün. Çaqqan ya, vallahi bunu internetdən vaqtının azlığıdan 3-5 minut aralığında çaqqan sözləb ötünüz. Həmmimizə mümkün. Əndiki ötülğən dərsim beşinci B sınıfıqa mavzusu biz qandaq sözləşimiz. Sözləriniz buldu. Bu dərsinizdə WhatsApp'a, elektron poçtaga əvətlərsiniz buldu. Mən şu yerdən görməm. Siz azıca şunun qarab, bunda ekranda özünüz qandaq sözləriniz buldu. Mən примерно bu yerdə nə doğruluq yapıb atqanı yaxşı düşünmə. Şunun üçün siz planınızı oxub veriyorum. Mayaqdan özünüzün sözləriniz buluyor. Mən dərsin mavzusu biz qandaq sözləşimiz. Mən ötkəndə birinci oxucular bilan salamlaşıb və hamısı bilan tanışıb olmam. Ondan keyin mən savol tayyorladım. Onun ötkən mavzusu bo'yicha ular adab axloq mavzusida dars o'tgan. Birinchi savolim adab axloq so'zini qanday tushunasizlar? Ikkinchi savolim sipoyilik deganimiz nima? Va ularga qanday hurmat ko'rsatiladigan savollarni qo'yaman. Undan keyin uy topshirmasini so'rayman. Uy topshirmasini so'rab olgandan keyin darsning boshqa reytingida savollarni qo'yib o'tib ketaman. Bu savollar til adamga nima uchun hajat, til nima uchun qurolga yotadi, til munosabat qurol degani qanday tushunasizlar degan savollarni qo'yib o'tib ketaman. Undan keyin bularning mavzusi kitobda yo'q bo'lganligidan ularga men bir qisqacha matn tayyorladim. Shu matnni o'zim tushuntirib o'taman va shu matn bo'yicha savollar qo'yaman. Undan keyin munosabat to'g'risidagi ko'rnakliklarni yoki suratlarni yaratib, bu suratlardan nima tushundinglar deb o'zlarining o'y fikrlarini so'rayman. Undan keyin birinchi topshirmamda men so'zlarni oldim. Yaxshi adablik, yomon adabgarchilik, so'zlash, hurmat, sipoya, munosabat degan so'zlarni oldim. Shu so'zlarni paylanish orqali ular matn tuzaydi. İkinci topshirmamga berilgan suratlarga qarab javob qilgan. Lekin men ularga 3 surat tayyorladim. Shu surat bo'yicha ular o'zlari javob qiladi. Uchinchi topshirmamga til yoki so'z to'g'risida 5 maqol tamsil yozishga beraman. Undan keyin o'zim shu mavzu bo'yicha qisqacha, ya'ni ko'proq ma'lumotlarni topib, shu yerda o'zim tushuntirib o'tib ketaman. Undan keyin darsning oxirida refleksiyaga yoki darsda nima tushundim, darsda nima tushunmadim, darsda qiynaldim degan savollar berdim. Shu savollarga o'quvchilar o'zlari o'y fikrlarini yozib o'tdi. Va uy topshirmasiga Uyg'ur xalqida qanday sipoya va hurmat so'zlari bor, shu to'g'risida tepib yozib kelishga beraman. Siz bu dersingizni qaysi fənlər bilan bağlaşdırırsınız? Mesela fənlər ara bağlanışıq degan var. Qaysi fənə bağlaşdırıb ötürsünüz bunu? Ədəbiyyat və özünüz tanış fənləri. Əlbəttə, dürüst mavzunuzma şu özünüz tanış mavzusuga aid bir yaxın kelgan mavzularga aid dürüst. Endi studentlar hazır yenilik gruppaga türlü smayliklarni əvətdim. Dərsdə qo'llansanlar bo'lindi. Bu yerda tirishqin, o'ylan, yaraysan, yana diqqatini bo'l degan o'xshash jiq bir 20-30 smayl hayotdan bu bolalarning o'sha WhatsApp bilan ishlagan vaqtda texnik darsga faol qatnashishiga yaxshi zamin yaratdi. Shuning uchun bu smayllarni qo'llanib o'tishinglarni tavsiya qilgan bo'lardim. Shu smayliklarni qo'llansak Dilnazga qanday qo'shimcha fikrni chaqan aytib o'taylik. Yendim qo'shsa bo'ldi o'zim planiga. Meni o'yimcha endi Dilnaz mumkin bo'lsa jiq dars sizning 3-chi dars o'qish mumkin, 4-chi dars o'qish mumkin-da. Shu vaqtda qanaqdir bir bundan WhatsAppdan saziraqroq qilib endi bir qiziq bir uyushtirish kerak-ku. Azizlar bir challenge o'xshab bir uyushtirsalar bo'ldi. Bolalar
bugungi kayfiyatimizni o'zimiz chiroyimiz bilan ko'rsataylik, o'zi bir smile bilan ko'rsataylik. Qayda o'tirmiz, qanday nimani qilsa o'zini surat tushib aytadigan o'xshab bir qiziq bir o'yin uyushtirishga shartli bir qiziq narsani bolalarning texnik to'xtab WhatsAppda bo'lsin qiziq bir oqlada bir do'stlaringlar bilan bir qiziq nima ketadi gapiga shunga o'xshash bir yaxshi narsani uyushtirib bersanglar bolalarning dars bo'lgan qiziqishimi hatto bo'lmasa qaysiras bo'lib nimda mavzu to'g'risida mavzu deyaversanglar bolalarni zeriktirib qo'ysa ularga o'ngay emas 5 soat 6 soat WhatsApp o'tamak birdan keyin bir WhatsApp o'tamak shunga diqqat qilsangiz bo'ldi. Umuman ilib qo'sharinglar bormi? Yo'q. Meni yo'q. Mening joyda. Qanday bo'lsa, kelasini Ilohxon va Dilnoz. Siz o'tilgan darsingiz to'g'ri so'zlar uchun qaysi sinfga o'tasiz, qanday mavzuda o'tasiz? Men endi o'tgan darsim Uyg'ur adabiyotning 7-A sinfga. O dersin mavzusi tarixiy qo'shoqlarning ahamiyati. Ben dersin başlamasından bu birinci salamlaşıp, onun için WhatsApp'a kim girdi, aşını sorar almam. Balla özleri salamlaşıp, ilklerini yazıp seyahat etken. Onun için üy tapşırmışsın sorar almam, üy tapşırmışsın sorar boğanın için balanın köngül keyfiyatını sorayım, qandaq kelgini smiley arqılıq əvdidir. Onun için o köngül keyfiyatını tapılan için birinci tapşırmağa soğallara cevap verirler deyme. O yerde birinci soğalga tarihi qoşaqlar to'g'rilik nimelerini bilsizler. İkinci soğal qandaq tarihi qoşaqlarını bilsizler degen. Keyin ikinci tapşırma o'tdim. İkinci tapşırmada kitapdagi ma'lumotlarni o'qib tushunib elinglar deyman. U yerda betlarni to'liqlab yozib ketma 15-16 betlar deb. Unga qo'shimcha ma'lumot bermak, tarixiy qo'shoqlar to'g'riliq ma'lumot berib qo'ygandan keyin nim tushunganini so'rayman. Ular menga tushunganlarini aytib beradi. Keyin 3-tapshirig'i Jahongir G'onjam degan she'rni o'qib ma'nosini tushuntiringlar deyman. Tushuntirib bo'lgandan keyin ders tugagandan keyin refleksiya usuliga smileylar orqali nima qilman? Darsni tushunmagani smileylar orqali menga aytib o'tadi. Undan keyin uy topshirmasiga Jahongir G'onjamning she'rini yodlashga beraman. Endi bu yerda yodlaganda bolalar offline bo'lganlikdan bu yodlash texnikasi endi 7-sinfdan endi texnikasini o'rganish to'g'risida shu vaqt shuningga munosabatli siz o'zingiz audio zapis bilan bo'lsin yoki bo'lmasa video bilan bo'lsin qanday o'qish kerakligi to'g'risida o'zingiz audio zapis olasiz bo'lib bolalar mana shunaqa ifodalik o'qiymiz. Har bir so'ziga diqqat qilamiz. Siz asha berayotgandan keyin mana chaqan-chaqa yodlashni yo'q. Har bir so'zning ma'nosini tushungan kerak qilib shunday bir ifodalik bo'lganki shu nomga loyiq she'rlarni yodlab kelinglar degan o'xshash so'zlarni aytsangiz ham o'zingizmi o'qib bersangiz yaxshi bo'ldi-ku. Bizda Uyg'ur bir maqol bor, balani tarbiyalayman dema, o'zingni tarbiyala. Barban balani seni do'rab chiqdi degandekda. Siz har qanday yerda o'zingiz yaxshi ulgularni ko'rsatsangiz, sizga qarab bolalar davomlashadi, shunaqa ishni yapmaqdi degan so'z. Shuning uchun har qanday narsani biz o'zimizdan boshlash kerak. Qani nim qo'shib aytadi buni Ilohim va Dilnoznikiga yana. Endi baholash kriteriyalarini gapirasiz. Nasıl mana shu muhim bo'ladi baholash kriteriyalari qanday? Darsga. Uy topshirmasiga umuman hozir onlayn bo'lgandan keyin she'riyatlardan topshirma degan meni o'yimcha durust emas. Uni keyin baholash o'zimizga qiyin bo'ldi. Например, qaynonamiz u bola yodlayapmi deb kitobdan o'qib berish mumkin. Например, uni video turida evet desa mayli, biroq aniq audio сообщение или audio сообщение bilan avatganda durust baholmaymiz-ku, например, ko'rmaymiz degan ekan. Durust she'rni video topshirma shunday qilamiz. Videoni ular bolalar jiqni narsalarni tushirdi, masalan, TikTok tushirdi, like tushirdi. Buni qaraganda bu she'r nima yaxshi tushsa, hech qanday ishimsa, durust men desam, uy topshirmasa, shuni qo'shib qo'ysangiz bo'ldi bundan.
Beğensem Şu topshirmaganda ashuni eskirtish kerak deb o'ylayman. Yaxshi. Video turda. Yana? Men deyman. Aha. Men o'sha hechqanday to'g'ri yodlashga bermash kerak deydi. Men she'rni yodlashga emas, yoki she'rni o'qib, ahang o'qib, ma'nosini durust tushunib, o'zi qanday hisslar oldim she'rda o'zi qisqacha matn yoki bo'lmasa esse turida yozib aytgan bo'lsa, o'zi qanday hislarni, qanday o'y fikr oldi. Nima tushundik umuman? Umuman yodlashma nihoyatda yaxshi, chunki Endi menim hozir yodlash nihoyatda yaxshi, biroq qarang, hozir bizda возможность mumkinchilik yo'q-ku biz yodlab video tushirib deganning o'zida menim 100%ning 1% avata uni qizlar, o'g'illar aytmaydi-ku menim. Herhalde tirişish kerak. Bu bir Biz qanchalik bilan bizni so'zimizga kirmaydi ba'zi bir o'quvchilar. Endi bu asta suzildigan narsa herhalde topshirmani berib ko'ring. Bir ishning natijasi qanday bo'lganini ko'rishimiz kerak baribir. O oldin ola faraz qilib hech qanday ishni qilsa yana bo'lmaydi. Shuning uchun topshirma kelganda nima iloh qilmatilmas. Bayaq aytib ketgan Mehrisamning gapini, Zlarduning gapini qo'shib qo'ysangiz bo'ldi. Yodlab ben qo'shimcha o'zingizning o'y fikrini aytinglar. O'y fikrini aytish nihoyatda durustchu. Shu she'r bo'lmasa o'zini o'y fikrini aytinglar, yozinglar, ham yodlab kelinglar desam u o'shiq emas. Hozir nuqlamganlarmi to'xtab men yodlamsam o'zim o'y fikrimni depasam bo'ladi degan o'xshash o'y fikr qilib chiqish mumkin. Har ishni qilsa nihoyatda mana shunday baholash kriteriyalarini aytıyorsunuz. Her shikasini o'rnalgan balga yaxshi degan baho qo'yma, yodlagan balga andaq qo'yma, ishni qilmaganlarga andaq degan o'xshash o'zinglarning baholash kriteriyalarini aytib o'tsanglar, texnik bolalarda qiziqish paydo bo'ladi. Kelasi kim darsni so'zlab turdi endi? Xilil vasizmi? So'zlab turing. Men o'zimning ertag o'tadigan Uyg'ur tili darsini to'g'risida so'zlab o'tib ketsam, u darsning mavzusi yodgorliklarda o'tmish namoyon. 6-sinf o'quvchilariga o'tman bu mavzuni. Bolalarga mavzuni aytgandan keyin, bolalar bugungi mavzumiz bog'liq nim ayta olsa deb mavzuni ichib berishni so'rayman. Shundaqla bolalar o'zlarining audio zapis orqali o'y fikrini aytib yozib o'tadi va bolalarga men o'zim tushuntirib o'tib ketman yodgorliklarda o'tmish namoyon mavzusi to'g'risida va Qozog'istondagi qanday tarixiy joylarni bildiganligi to'g'risida savol qo'yaman. Ya'ni masalan Velivoy mechiti va shundaqla boshqa ko'plagan tarixiy joylar to'g'risida so'rayman. Masalan, bizning bugun o'tadigan mavzuimiz bu So'zaq shahri to'g'riliq bo'lmoqchi deb bolalarga video rolik aytman So'zaq shahri to'g'risida deb qo'ydim. Qozoqcha biroq va shundaqla kitobdagi matn bilan tanishib chiqdi bolalar. Shundan keyin bolalar o'zlari nim tushunganligi to'g'risida So'zaq shahri to'g'risida aytib ketdi. Va Uyg'ur ovoz gazetida chiqarilgan maqola kitobda berilgan. Shuning bilan tanishib qiyniq qara bilan yozilgan so'zlarni daftarlarga yozib ma'nosini tushuntirib berish kerak. Bu yerda xasiyatli, jut tashlar, ko'rnaklik sahifa degan so'zlar berilgan ekan. Bolalar shuni qanday bu yerda qo'llangan. Shu matnda masalan xasiyatli degan har qanday joyda masalan qo'llanadi. Xasiyatli so'z ana degandek bu yerda xasiyatli joy So'zaq shahri deb berilgan. Masalan sahifa degan so'zni qanday qo'llaniladi, bu matnda qanday qo'llanganlik to'g'risida aytib o'tadi. Va shundaqla men bu yerda grammatikalik mavzu qo'sh so'zlarning yozilishi to'g'risida so'zlab aytib ketman. Va ayniqsa bolalar daftarlarga yozib oldi, misollarni keltirdi. Masalan, ata-ana, qara degan so'zlarni deb o'zlari misollarni keltirdi. Bu yerda ikkinchi matn berilgan, bu yerda Velivoy mechiti to'g'riliqga bu yerda bolalar o'qiyotmasdilar. Men o'zim 20-asr namoyandalari kitobidan Velivoy Yo'ldoshev to'g'risida faktlarni aytib o'tib ketman, bolalar qiziqish uchun va shundaqla Velivoy mechiti to'g'risida videorolik aytman qisqacha. Yozish topshirmasi bu yerda eti zeriq, o'chib, kava qapoq,
малваран, ойла арам сөздерге пайдаланып, қош сөздерін пайдаланып, өзінің есі тоғырсында мәтін түзді. Шындақ тапшырма бермен. Нымғу, меня слышно вообще? Bu yerda аған критерийлері мауzuға берілген мәтіндегі қош сөздердің езілішін етіп берелейді, чөндірелейді ve mavzuға çoğunqur fikir ayta alaydı.